Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlar. Din hayot namli programmamiz orqali yana üzgülüşdük. Programmamızın navbatdagi bölümünde Ustoz Muhammad Yusuf Qarim bilan Qarim chet eldagi o'qish hayoti haqida suhbat olib bormoqchi. Muhammad Yusuf Qarim sizlarning chet elga qanday chiqqan bu chiqish yo'llarini ustozlikda olgan bo'lsak, gapirishga başlasak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Chet elga chiqish hozirgi sharoitga qaraganda shu chog'da yana qiyinda. Hozirmi qiyin deymiz, pasportga chiqish qiyin deymiz. Shu chog'da dastlab yo'l ochilgan chog'da u chog'da mana qiyin. U chog'da mutlaqo cho'qim chet eldan endi yo tuqquni bo'lish kerak yoki bir chaqiriq kelish kerak endi. Bizniki ta'limimizga ustozim shu 84-yili anda hajga chiqayotgan ikkita ustozimga men shu Qashqargacha o'zib bilib chiqqan ustozim ma'lum chog'da ismimni bor hozirma ustozimga shunda 2 betlik anda xat yozib ustozimning yangi ko'rsatgan ismini bor. Ustozim bir tarafdan meni bolalarning xalpat o'g'onni bolalarni o'qitishga meni qo'yib bergisi yo'q endi. Men yantay qo'yganligi bildim bo'lgan. Bir tarafdan o'qisa yaxshi deydi. Shuni ham ustozimga qoyil qo'yish uchun meni mushunda menga chaqiriq qanday maktabga chaqiriqni olib kelsizlar, meni aşağı evaslar, ondan istagan ismini izlarini bosaman, undan muddat degan shunda chiroyli gapni yozib ekan, hozirgi ismi bor gap. Shunda chiqatda ustozim ketdi. Ketib shuning uchun chaqiriq elib ketgan Pokistonning vizasiga shu vaqtda bu chaqiriqda biz maktabning chaqiriqda biz maktabga chaqiriq qilmaymaskan, Pokistonning vizaga ketgan ishlagan bu kunim barda. Shuni ishlatdik. U 2-yilga bo'lmadi. 86-yilga bo'ldi. O chaqda bizning noyadan chiqayotgan shu yani hammasi chaqiriq bilan chiqayotgan hojilarga meni qo'shib qo'ydi. Shu chaqda shular bilan hajga chiqqandan so'ng biz ikkidan kichik bolalar. Yani bir Muhammadda bir og'inam bordi. O men ikkilandim kichik bolalar. Shu Pokistonga chiqdik shu yili Pokistondagi marhum Ziyoul Haqninki bizning Uyg'urlarni kutib olgan yilga u oldini kutib deganmi balki shu chaqda kutib olgan ekan bizning aramizda Mastiqojimda bir odam vekillar har bir noydan bir odamni Ziyoul Haq kutib olgan shu nimada nimaga Gilgit degan yerda shunday kutib olgan ekan. Pokistonga shuni bilan biz Saudiya Arabistonga kelib boshlagan billar. Saudiya Arabistonga kelib, Saudiya Arabistonda Osmon Mo'ylivi deb bizniki burun Hindistonda o'qib, endi vatanga qaytay deb turgan vaqtida vatanda qalaymi qanchalik bo'ldi degan ekan. O yer vatan kelamaymi ekan deb Madinada yerlashib ketgan. U kishiga kurashdik. U kishi meni Pokistonga avatishga xat yozib, maktabga xat yozib berdi. Pokistonga ketib qoldim, menda hajni tugatib qilib tursak bu Abdullah Hafiz qatorliq Turkiya tarafdan kelgan 10 necha saboqdoshiga uchrashib qoldik Makkada. Uchrashib qolib, shuni ular hammasi biz Misrga boramiz dedi. Ammo Misrga qanday berishni bilmaymiz. Misrga o konsulga chiqib baqdik, bizning do'stlarimiz chiqib baqdi. O'qitdi Misrda desa, maktab o maktabdagi Misrdagi qaysi bir maktab seni qabul qilib chaqirib avasa, hozirmi shu qoidani. Ansan vizamiz bir o'qiy olaysan deb viza bermadi bunga. Shuni bilan qanday ketishni bilmaymiz. Ashda tayyorlik qildik. Pokistondagi biletini, Pokiston qaytish biletini hamshahrilarimizdan bizga kuylangan kishilar, ustozlar Misrga o'zgartib berdi. Shunda tursak, rahmatulloh Qarajim rahmatli Misrdagi doktor Abdulaziz, savoqdishim doktor Abdulazizning dadasi oldingi yili doktor Abdulazizni, uning aksi Abdulhamidni, Mehmet Abdullah Mahsum Hacimniki dadasi Abdulhafiz do'stim. Abdulazim qatorliq shu ya'ni 10 necha bolani olib qolib ketgan. Shu yili hajda shu rahmatulloh Qarajimga uchrashib qoldik. Uchrashib qolgan kun xotirjam bilan men Misrga elib ketaman sizga. Shu o'rab Misrga boshqa o kishilarni Alloh yotqa yerini jannat qilsin. Inshaalloh Firdaus jannatdan o'rin bersin. Bizga ham da nayt bakchiq yaxshilik, o'zi nayt taqvodor, o'quvchilarga shunday kuyinadigan dinga xizmat qilsam deb turgan odamlar rahmatlik. Bizni ashda aeroportga chiqdi tavakkilda. Aeroportga chiqdik, vizamiz yo'q. So'ngini qanday qildik, qanday qilib o'tkazdik, chiqib u orliqda ular bizni shu faks yo'lladi nimaga
Kahire faksi yolladı, o faksinin ama cevabı gelmedi herhalde, bir gap buldu aeroportta. Bir kanda ola bizim sonkularımızın sevip aeroportlarına, sevatkanı nangıl koptu, bizim vizanı yoktu, 200 metre şunda çaldı, aeroportlarına tiz bulanla da bahçesini yurt başı, vizisiz ekip gitti. Şunu olan 10 netçi bala rahmetullah haracımdan Mısır'a düştü, Kahire'ye düştü, o geçe bizim bir $10'dan pul aldım ki işte vizini kıtladı, çıktık. Şimdi asal bu eğer şu çağda rahmetullah haracım, rahmetli günde apalmam olsa bizim verişimiz mümkün emez. Zaten başka yolumuz yok tabii, bizi beğenmekti. Hazır beğenmekti bir mektebi çağırıp olmasın. Bağlanırken yani o kuşku düşüş işimi anda asal oturdum eden. O kuşku bir 2 ay aşırı küçük yetip gitti o. Yani kaidesi de o kuşku düşüş için nima bo'lishi kerakkan? Bizga bir yerdan bir avval iqomat bo'lishi kerak, turish ruxsati bo'lishi kerakkan. Turish ruxsati erish uchun Misrda qanday bir maktabdan bizga o'qish puli bergan bir xat isbot bo'lishi kerakkan. Anaviga biz aşağıda bir tarafdan darasa xassisa deydigan, tayyorlik sinf bo'lgan, arabcha tayyorlik 2 oylikdan 4 yillikgacha u. Aqlli bo'lsang 2-3 oyda chiqib ketsan, imtihon berib akıllı olmasa 4 yılgacha o'qiyotgan. Uni o'qish bilan birga yana bir yiroq bir yerda bir Qur'on kursi, tahfizul Qur'onga yozildik. U yerdan endi bizga biz o'qish puli beramiz deb xat qilib beradi. Abi 2 junayimiki, 3 junayimiki pul beradi bir oyda. O bergan pulga mo'yin emas, eng mo'yini xat qilib beradi. Shu xatidan biz turish ruxsati oldik 3 oylik. Shuni elib ashuni Azhar bilim yurtiga endi darasa xosida kirdik. Tayyorlik sınıfına. Tayyorlik sınıfdan imtihan qilgan chog'imizda 22 adam bo'libdi. Bu 22 adam biz yarım bağan 10 netçe şu aralıkta Pakistan'dan Abdülqahar Hacım qatarlıq 7-8 bola bir keldi. Mısırda iş küçeylenme varken şulardan birleşip 22 adam imtihan verdi. Verse 22 adamdan o çağda ben usta dostum Abdülhat Hafız yani Tudacın da bir kişi var Mısır'da o ballarını kaç şart turladı. Yani bir kişi bir balı battı o imtihandan ütettiler. Bir 15 günlük kitap kaldı. Şu ismini unutup katırandı. 30'dan yıl vakit 30 yıl oldu. Şu Türk'ümüz tuluk oturma birinci sınıfta çıktığımız. Kalan 18 kişi tuluksuzluğa çıktı. Bırak o tuluksuzda çıkanın kökleri vatanda okup yetişken Arapça diyen şunda yaxşı tutan kişiler. Eğer İngilizce imtihan algandan kimden tili ravan bolsun ama bilirkenden Kuzkunuzda var mı yok mu o maçka karmay imtihanı ötküzüp duran diye. Bırak mektep fakandaki bu mektepte ben birkaç haftalıkça muallimdeki dersine düşenlerin Arapça bilerde düşenlerin. Sonra köpüncüsü yerlik şubetsiz dedik yani ustazda. Elbette sözlemegendeki bazen o Arapça aslatmaydı. Kuzkunudaki dilimini bilemegen geldim. Bu bizden neçesi yaxşı durduğun ustazlar diye. Şunu olan keşfettik gelip dostum Abdülhat Hafız'la dille aşı bizim aşı ustazlarını, bizim aşı tüyensini uçurtkan dostlarına ümit verip okuyumuz onu kayıtta. Aynı 3-4 ay ayında okuduk, okup onu içilip yaptık, düşünüyorduk anladık. Aşından bir ümit eden ayında öldük halde. Bu Mısır'da neçe yıl okuyan buldular? Mısır'da şu 86. yılı 9. ayının 6. günü Mısır'a uçtuk. Şu 93. yılı 6. ayda okudum. Asasen 7 yıl okudum, 7 yılın köprek okudum. Hem de bize musabaka kılımızda bundan olğan birinci saniye çıkan, birinci saniye dediğimiz Tuluk'un birinci yıllıkına çıktık. Birinci yıllıkını okuduk. İkinci yıllıkını okup karsak imtihandan yaxşı ötəttimiz. Dostum Abdülhat Hafız'la birlikte ders tekrarladık zaten. Her gün birlikte okuduk, bir öyde durardık. O çağdan bizden o Azhar'ın yataqxanasına kirişine ait ve kıyımdı. Şunu biz sırttan öyde turardık. 4 yıllık bir öyde 8'den turardık. 8'den her bir küçük bir odada, küçük bir öyde 2 gün turardık. O çağda 50 cüney bizge nemi beretti. Şu çağda posta 50 cüney okuş kiletti. Okuş pulunun 30 cüneyini öyge koşattık. Çünkü öyünün bahası 30 cüneylik pul çıkarsak aram çıkarttık. 20 cüneyini tamak kapı yaptık. 20 cüneyini opçuda hemen 20 cüneyini çıkarttık. Opçu boğandıkken berketlik oldu iken çıkılar. Yani
Aran yetkizattık. Haftada 5 gün tuxumluq tamaq etatdik. Bir kunlar go'sht etatdik. Ama her gün go'sht yeymiz desek o pulimiz yetmeydi. Kambag'al o'tganimizdan ama nayt belki inoq, shuncha belki yaxshi, shunda o'tgan nimishqani biz vatandan ashunda bir o'qish fursatiga ega bo'lganimizni nayt xo'shlab, anam qilgan. Shunlarni biz o'chaqda biraz tirishib o'qitdimiz. Ikkinchisi tugatgandan keyin biz ustoz do'stim Abdulla Hafiz bilan shunda maslahatlashdik. Biz 3. sınıfdaki kitaplarını ekle, 4.'siga musobaqa o'taydi. U yerda bunda bir nizom bor ekan. 5-oyda bir imtihon o'tgan, shu tuluqniki imtihon o'tgan. 5-oyda o'tolmaganlarniki, shu yilda o'tolmaganlarga 8-oyda yana bir imtihon bor. İkinci bitirdi. Ama biz 5-oyda 2-yillikniki ders imtihonda o'tib bo'lgandan keyin 3-yilda o'qib imtihon o'tib bo'lgan do'stlarimizning kitoblarini akilib, chiqqanlar ichida biz Abdulla Hafiz bilan birga o'qidik. Har kuni chiqqanimizga bir masjidga peshin namozini o'qib, peshin namozga tamoqni yeyib, peshin namozga chiqimiz ekan. Namozni o'qib, kitob shu oxir nima xutdangacha, xutdanni o'qib bo'lguncha shu dars takrorlaymiz. Har kuni ayna qilamiz. Bir chiqqach ayna qilib bu 3-yillikning kitobini hammasini o'qib takrorlab bo'ldik. Takrorlab imtihonni yaqinlashdi, imtihonni kirdik. Yana shu a'lo natija bilan 4-yillikka o'tdik u yil. Yana bir tarafdan endi aşağıdaki masjidda burungi general bo'lgan bir qori adam bor ekan. U ham meni Qur'on o'qitib berib, "Qasam sizni tajviddan yaxshi bilishgansiz, men de Qur'on takrorladim" deb aşağıda 3 qatim Qur'onni boshdan oxiriga tinchib, u fursat bitirib bani takror qilmasak da yaxshi bir fursat bo'lgan ham. Shunday bir saniyini shunday qilib 3 yil o'qidik ham. O'tirib bitkazgandan keyin sizlar o fakultetga, qaysi fakultetga? Fakultetga men shu shariat va qonun fakultetiga kirdim. U chaqda shariat va qonun fakultetiga kirdiganlarning Qur'onni yodlagan bo'lishi shartdi. Ba'zi do'stlarimning shuni kirgizyapti, ammo Qur'onni yodlagan hofiz bo'lganligi uchun uni ular murojaat qilmagandi, ammo keyin u amalda qolgan Qur'onni yodlash shartga keyin amaldan qolgan. Biroq shu chaqda Qur'onni yodlab bo'lgan bo'lishi shartdi. Shuni 4 yil o'qidik fakultetda. 4 yil o'qish jarayonida oxirgi endi 3 yilimizni endi shu Azharning yotoqxonasida o'tkazgan bo'ldik. Endi biz shu maktabga kelgan kunimizdan boshlab to'liq o'tirdim. Atdiganda darsga kelgan, tushdi, qaytishimizda hamisha shu Azharning yotoqxonasidan o'tdik-da. O'shani tamoqni chiroyli purib turaydi. Biz endi qachon biz shunday bir tayyor tamoq yeymiz deb orzulardik. Talab sunsak talabimiz qabul bo'lmagan nima deganlarni biz yani dars qabul bo'lsa yotoqxona qo'ygan, chaqib yo'qdi. Shuni biz darsdan soat 2da qaytib, uyga berib, birlashib tamoqni etib, namoz asrgacha tamoq etardik. O'choq qusimiz ichib bir o'tib ketadi. Shunda qilib keyin oxirgi 3 yil qolgan vaqtida biz shu nima kirgan bo'ldik, yotoqxonaga kirgan bo'ldik. Biroq yotoqxonaga kirgan bilan o'qishimiz burunqidek yaxshi bo'ldi. Biraz rahat taras bo'lib qoldik. Kirgandan keyin tushdi, kelsak tamoqimiz tayyor, atdigan nashtimiz tayyor, kashlikimizni 3-4 yildan birlashib bir bakar tamoqlar haqsizmidi? Uni pullaydik. Uni bo'lmanda shu unga 25 kun atrofida pullaydik. Endi ayol yatqimiz bakarlar, qarorda tamoqni pullaydik. Shunday qilib do'stlar bilan birga kashlikka tamoq etardik. U yerda besimiz qachib yutganga, besimiz tamoq etganga, besimiz sirtdan binasi akirtganga aylanib kashlik tamoqni birga etib yeydik bu qanchalar. Ammo tamoq etish sharoitin bormidi? Shunday bir bo'sh bunday uylarning birini tepib shahar. Ba'zi bir bo'sh nimani bulab qolgan ashuni birini tepib oshxona qilib biz qilib olgan so'roq bilan oshxona qilib. Ayda qilib endi bir dunyo yotoq bo'ladida, har bir odamga bir dunyo yotoq. Kichik biroq mustaqil ana olgan ekan, sal ahlab odam mustaqil bo'lgandan keyin bizning mutaqalliqi turtki bo'lmaydi-da. Sen nima qilmayman? Burun raqobat, burun qo'yimlikka biroz ta'sir bo'ldi, biroz. Oxirgi yili men imtihonni birinchi qatim o'tolmay, vatanga berib kelib, qaytib kelib, ikkinchi qatim berib o'tdim. Shunday biroz hatta bu ilm uchun ham biroz riyoziyat japa mushaqqat bilan qilgandan qoldi. Shunday olib, shunday bir sonimiz uchoqda Misrda
30'dan aşmaydı. 28'e düşüp kalsa yani bir ikisi geldi. Yani bir ikisi gelse yani bir ikisi geldi. Yani 30-32 etrafı tutup 7 yıl aşında oturdu. Sen de şu nemene tuluksuz oturup fakat tutulabilen neçe yıl tutan oldu mesela? 7 yıl tuttum. 3 yıl fakat tutup tayarlıkını 2 ay okudum. 2 ay okuduk kirdim. Onun için şu tulukunu 3 yıl okudunuz. Üniversitede 4 yıl okudum. Şu 7 yıl okudunuz. Şu 7 yıldan da şu 30'a yakın dost ende bir aile kişileri teken. Bizden öyle lehçemiz, şivimiz mi bir xil oturdu bir şiv icat kılgan oldu da Kaşgarlı'nın gibi Kaşgarlı'da demez. Hotellikler sırtın gelgenden bizde kayarlıklarımızı okumaydı. Hazır şunda bizden lehçemiz, şivimiz özgürlükte değil. Aşağıda şu özgürlükten boyunca aşağıda hiç kalmadan bizden toğulayının şivisi yapılmaydı mesela bu anlamda. Aynı ola yani biraz riyazat, kıyınçılık boğan bilen hem de nadibe ittifaktık. Birisi-birimizden hem var uyda tuğalım, 7-8 aydan bir tuğalık kıldım. Kayaga barsak birimiz haberlendirip kalkmamattık. Anın mecitke vaxtıda çıkmasa, yani eyiplenatdı. Mektepke her günü bağımasa, uxlap kalsa eyiplenatdı. Ana oğlan ki birisi-birimizi bir tutulub aynarken. Keyin hem de müstakil ömürge çıkan bir azar horuluk oldu ama yani çıkıp 4 yılda tükettik. Bizde ancak seyahat kılsak mı 20-30 aşağı hemmeyle birleşip bizde seyahat kılattık. Kavga bitip bizden aşağı yatakhanın üstüne çıkıverip her haftada ya. Şu hazırlıkın şu 30 aylarını şu Azhar yılının oturduğu münasebette ve muhabbette ona piştik. Onlar bir ailenin tek silahı olabilir. Ama şu 30 aylarından hem de hazırlıkça iş kılıp hem de cıkları bilen izdişip durumuz hem de vatanın içindeki cık kıyımdaşlarından alakalı iş kıyım boğalık için mesela alakalı iş bulamayan durumuz. Elbette bu 7 yıllık hayatta unutulmaz eslemde bulgalığı tabi. Bazı bir eslemde olsa. Bu unutulmaz eslemler desek hem de bizim aşağıda uçaklarında biz hem de telefon mu yok hem de. Ama bir ailemizin bir xat gelse çok hoşallıktı. Mesela bir xat gelse, xatni tıkılatıp sana bir hoş haber var. Tamaktan kendisini uyanıp çay içse. Şartı çay olursa. Çay olursa diyelim hemen biz bilettik var, burada çay tıkılattık. Şunun için xatni çıkarttı. Demek hem de o xatni arkagan bilen bakalım kemaydı. Bir hafta ben yazsam, çıldıran hafta dadamdan cevap geldi. Her hafta birisiniz meğer yazın, birisiniz imlikin aynı öydeki ahvallarını, müşküvat kaldığını, benim okuvat kaldığını, onu da aşında haberleşip durattık. Telefon ya anlamında binası bulmadı. Biz için çok bir hoşallıkta bir xat gelsem de aşında. Onun için yana bir unutulmaz aynı anda bile biz chet ellikler bizden so'raydi de chet ellik o'quvchilar sizlar o'qish bitgandan keyin nima ish qilmoqchi desa biz endi Allohning yo'lida shu o'qib bulab vatanimizga berib xalqimizga bundan aqoratib diniy xizmat qilmoqchi desak bularga xizmat qilsak bu planlarni bilishga qaysi maktabda o'quvchilar qayerlar bundan dogovorlar bor bundan kelishimlar bor yoki hukumat chiqsalamdi yoki bir shirkat bormi aqamiz hech yo'q. Ameliyatda azal o'qiyotgan chetlarda boshqa o'quvchilar hammasidan davlatda shirkat jamiyatlar o'qib bizni ishlab turibsiz deb allaqachon ittifoq qilib kelgan ekan. Shu pul avatib turib o'qitganlarmi ishqilar hukumatmi masalan bizning hukumatdan kelib o'qiyotganlar bor islom jamiyati ishlayotgan ba'zi do'stlarimiz azayni shularni masalan shu kelishim bilan kelgan gaplar biz endi dadimiz avatgan oqimiz bizning Alloh bor deb aytsa kulib ketadi-da shunda beg'amdan ekansizlar deydi. Endi bizning o'zimizni balki beg'amga qanaqamiz bizning hech qanday bir nimamiz yo'q. Başka bir planımız yok ama biz Allah'a şu çalışmanın kararını biz Allah Teala'ya acayip belki hakiki işencinde tayinattık. Emniyette Allah'a şu planlar kayganlardan bizning ayında bir aktirgimiz yok tek bo'lgan bo'lsa, men o'qib yanlarga obdan bir xizmatlarni qilib kelyapsizlar. Bu Cenab-ı Allah'ın bir iltifatı. Şu aşağı nima? 30 balın içinden hem de 93 yılı
tarixda birinchi qitim 9 bola o'qish bitirib murosim o'tkazdik. Bu murosimda Saudiya Arabistondan doktor marhum doktor Abdulqodir Tosh va marhum Abdulatif Qosim Ashlu Badimiyadagi cho'nglar aydan so'g'u salomlarni avatgan. Nagi cho'ng bir Sali shu tunji qaror o'qish tugagan o'qanmi? Tunji qaror shu azharni bitganlar biz bilapmiz o'chaqda. Chunki o'chaqda biz ishga kelgandan keyin ishlab qolganda zaten Misrdan boshqa o'qishdi. Misrga nisbatan shunday ekan, boshqa yerdan bilmadik qanday. Misrda doktor Abdulaziz, do'stimiz Abdulhamid, Abdulhafiz Qarim Mala bizdan bir yil burun borgan. Biz 86-yil bordik, ammo biz musobaqa qilib do'stim Abdulahad Hafiz bilan ular bilan yetishib oldik. Avval bilib tutdik o'qishni. Adavot shu tunji qaror bo'ldi shu chog'da. To'g'ri bo'ldi. Bilan xursand bo'lib vaqtida doktorlar berib. Shu 9 yildan hozir endi asosan hammasi shu ilmiy xizmatda. Masalan, doktor Abdulaziz maşallah chidab turib oxirigacha Misrda bardashlik qilib aynan qilyapti. Undan foydasi chiqib bo'ldi, yaxshi biz uchun cho'ng sharaf bo'ldi ish qilib. Shunday qilib 7 yil o'qigan bo'libmiz. Ama şundan bir unutulmaz kunlar endi Misrda aytmasak, anda shularni eslasak esimiz kelib qoladi. Albatta. Vatanning ichi va sirtida bo'lib, hozir Misrda Allohning fazli bilan ulug'lagan qarindoshlarimizni o'qish misol turibdi. Bu qarindoshlarga oxirida qanday tavsiyalar bor? Endi o tavsiya qilishga vaqtimiz bor emas. Shundan ham 5-yilni o'tganini desak, endi birinchi Allah Taala tevekkül qilish, haqiqiy tevekkül qilganimda Allohga yo'linib, men seni o'ylagandim, endi meni o'zing nega o'ylashtirsan, qanday qilsam, dinimga xizmat qilsam, men shunday deb chin dilimizdan qilsak, Alloh Taala bizni hargiz yo'lda qolib qo'ymaydi ekanda, o'zi bir yerga muvaffaq qiladi ekan. Onun ikkinchi biz cho'qim ash riyozatchiga jafo chekish kerak ekan. Rohat bilan faqat kelishmaydigan bu ishga. Hamda ustozimizin deydi bizim shundan qiladi. Ko'raylik, ba'zi o'quvchilar rahat o'qib qoladi, o kerak kelmaydigan odamlar qoladi. Ba'zi o'quvchilar hayotida nihoyat qiyinchilik jafoni tortgan, keyin uningga millatga dinga bo'lgan xizmatda tasavvur qilsa yaxshi xizmatlar qilib bo'lgan. Albatta buni desak, mana qarindoshlar biladi, o'quvchilik hayotda ana shu taqvolik muhim o'rinda turdi. Inson taqvo bo'lsa, uning istiqboli Alloh taolo Qur'oni Karimda deydi. Taqvo bo'lsa, uning chiqishidan o'lim ayatni rizqi. Hamma bu oyatni o'zimizning hayotimizda bir sağlagan bo'lsa, bu Qur'oni Karim oyatining naqadar haq ekanligini o'zimizning tabiiydi. O Alloh o'zining topshirgandan hamda bizning hamda masalan hamda ashunda oqisda shirkati va oqisda hukumati va shulardan biz o'zimizni baxtli deb hisoblaymiz endi. Nimishga bizning oldimizda Alloh bor. Alloh bizni shu muvaffaq qildi dedik. O'ylamagan yerdan Alloh taolo bizga shunday fursatlarni berib kelib xizmat qilish qilib fursatlarni. Endi u xizmat qilish uchun bir maydon, bir sahna bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Ammo uni Alloh taolo muvaffaq qilmasa, inson o'qish jarayonida taqvo bo'lsa, taqvoning ma'nosini hammalardan yaxshi tushunish kerak. Shariatning ko'zlamoqchi bo'lgan taqvoning o'lchami. Taqvo bo'lsa, Alloh taolo uni dinga xizmat qiladi ekan. Ekstrem o'qish jarayonida taqvosiz o'qib qolgan o'quvchilarning ham hayotini uchratdik. U endi keraksiz odam bo'lganning sirtida va islom dinining ziyniga, millatning ziyniga ketmeyecek bir adamlar bo'lib qolgan. Alloh bundan bana bersin. Qarindoshlar o'qish jarayonlarida kichigini tortib, men cho'qim bir Allohning rahmatiga erishmaydi deydigan taqvolik bo'lish tavsiya qilamiz. Endi bizningki bu nimadagi ilmiy xizmat hayotlarini keyingi bölümde to'xtalsak, hurmatli qarindoshlar, vaqt munosabati bilan programmamizni oxirlashtiramiz. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Keyingi bölümde uchrashishimiz bilan har biringlar bilan xo'shlashishimiz xayr, xo'sh, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.